Assalamu alaykum qadrli ko'ruvman do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Xo'sh, undaqda diqqatinglar programmamizning bugungi sonida bo'lsin. Uyg'ur tibobatchilik ilmining muhim tarkibiy qismi bo'lgan Uyg'ur tibobatchilik dorigarligi uzoq tarixga ega. Qadimgi zamonlardan tartib Uyg'ur dorigarligi Uyg'ur tibobatchilik nazariya asoslarining yetakchiligida kasalliklarning oldini olish va davolashdagi muhim bir vosita bo'lib keldi. Uyg'ur dorigarligining o'ziga xos alohidaligi va dori tayyorlash mashg'ulotlari bor. Bu xil alohidaliklar va mashg'ulot qoidalari milodidan 300 necha yil ilgarila Tarim vodisidan yashab o'tgan G'oziboyning kasallik davolashda ishlatadigan 312 xil dori tonishtirilgan dorigarlik kitobida o'z ifodasini topgan. Uyg'ur dorigarligi xom dorilar ilmi va pishiq dorilar ilmidan iborat ikki mazmunga ayriladi. Xom dorilar ilmida dorilar kelish manbasiga asosan madan dorilar, o'simlik dorilar, hayvoniy dorilardan iborat 3 turga ayriladi. Uyg'ur tibobat doriları Uyg'ur tibobat nazariya asoslarining ko'rsatmasiga asoslanganda dorilar cho'ng jihatdan, tabiat jihatdan odatda 4 cho'ng tabiatga bo'linadi. Ya'ni issiq, sovuq, ho'l, quruq deb. Endi kayfiyat jihatdan dorilar yana 4 cho'ng kayfiyatga bo'linadi. Masalan, quruq issiq, ho'l issiq, ho'l sovuq, quruq sovuq degandek. Undan başqa bizning dorilarimizda xususiyat bo'ladi. Odatda bizning dorilarimizda hozir 6 cho'ng xususiyat deymiz. Masalan, dorilarniki tanshiguchi, pishirguchi, tarqatquchi, chiqarguchi, qo'zg'uvchi, quvvatliguvchi degandek. Undan başqa dorilarda belgilik xosiyatlar bo'ladi. Masalan, qonni tanshiguchi, xilitni pishirguchi, mizoj tanshiguchi, a'zolarni quvvatliguvchi, yel ko'ydirguchi, qo'rqoq qaytarguchi degandek xosiyatlar bo'ladi hamda. Bular bizning dorigarligimizning resep tanshashdagi birdan bir asosimiz. Dorilar ichidagi ta'siri kuchlik yoki aks ta'siri ro'shan bo'lganlari har xil texnika mashg'ulotlari orqali loyihlashtirilib, ya'ni dori ta'siri badanga ziyonsiz holatga keltirilib ishlatiladi. Uyg'ur dorigarligida ishlatiladigan xom dorilarning turlari 1000 xilga yetadi. Buning ichida ko'p ishlatiladiganlari 500 xildan oshadi. Bizning Uyg'ur tibobat dorigarligi o'zining uzun muddatli kasalliklarni davolash, kasalliklarning oldini olish, sog'liqni saqlash amaliyoti jarayonida bir qator davolash prinsiplarini, qoida tartiblarini yakunlab chiqqan. Hamda bularni biz odatda klinikada bizning Uyg'ur tiblari bo'lsin, Uyg'ur hukmalari bo'lsin, kasal davolaganda biz asosli kasallarni shu mizoj, xilit, tabiat, a'zo, ruh, af'ol ta'limoti asosida biz kasalliklarni farqlantiramiz. Mush asosda biz shu kasalninki amaliy ahvoli bilan tanishgandan keyin biz tabiiy holda shu kasalning mizojiga, tabiatiga, shu kasalning ahvoliga muvofiq kelgan resep qurilmamiz bo'ldi. Bu reseplarni biz odatda shu tanshiguchi reseplar, pishirguchi reseplar, tarqatquchi reseplar, qo'zg'atquchi reseplar, jonlantiruvchi reseplar, quvvatliguvchi reseplar deb bir necha turga ayirib, biz kasallik ahvoliga asosan biz resept tanishaymiz. Biz nurg'un zararli dorilarni, masalan, qattiq madan dorilarni, hayvonning a'zolarini belgilik loyiqlashtirish usulini o'tkazish orqali biz bu dorilarni andin boshqa yasalma shakliga yoki iste'mol qildira olamiz. Endi bu dorilarni bir vosita iste'mol qilish va bir vosita yasalma shakliga keltirib iste'mol qilish nihoyat qiyin. Bularni cho'qim shu an'anaviy usul bo'lsin yoki hozirgi ilm-fan tadqiqoti isbotlagan usullar orqali bo'lsin, bularni biz ma'lum loyiqlashtirishni o'tkazish orqali bularni biz odam iste'mol qilishga bo'ladigan muvofiq darajaga ekanmisak, dorilar iste'mol birga
iste'mol qilgandan keyin badanda o'zlashmasligi mumkin yoki jigarni, oshqozonni, börekni, muhim a'zolarni bo'lmag'ur ahvollarni keltirib chiqarishi mumkin. Hatto ig'ir ahvollarni keltirib chiqarishi mumkin. Pishiq dorilar ilmida dorilarni birlashtirib, retseptlik yasalma tayyorlash, yasalmalarning tabiatini belgilash, ishlatish miqdorini bekitish, yasalmalarning xususiyati va ishlatiladigan kasalliklarni turg'izish, ishlatish o'rni va ehtiyojiga asosan yasalma shakllarini ayirish qatorliqlar muhim mazmun bo'lib hisoblanadi. Pishiq dorilar retsept tarkibiga tushgan xom dorilar tabiatiga, shu tabiatning kuchlik ojizligiga, shakliga, holatiga qarab bir necha turlarga bo'linadi. Uyg'ur dorigarligidagi yasalma dorilarning shakli 60 xilga, turi 3000 xilga yetadi. Har xil tabiatga dorilarning yana 3dan 4gacha darajasi bo'ldi. Hatto ba'zi dorilarningki tabiati issiq bo'lsa, kayfiyati sovuq bo'lishi mumkin. Kayfiyati sovuq dorilarning tabiati issiq bo'lishi mumkin. Endi biz buni dorigarlikda odatda badanga bo'lgan turaqlik ta'sirini dorilarning tabiat ta'siri deb tushunsak, badanga bo'lgan o'tkinchi ta'sirini biz uniki kayfiyat ta'siri deb tushunamiz. Uyg'ur tibobatchilik ilmida mayli xom dorilarni ishlatish yoki pishiq dorilarni ishlatishda bo'lsin, dori ishlatishga aloqador nurg'unlagan talab va o'lchamlar bor. Uyg'ur dorigarligining rivojlanishi va kasallik davolashda Uyg'ur dorilarining aks ta'siri oz. Davolash unumi ko'rinarli bo'lish alohidligining jamiyat tarafidan o'rtaq e'tirof qilinishining kuchayishiga ergishib, kishilarning kundalik turmushida Uyg'ur tibobat dorilarini ishlatish va Uyg'ur tibobat dori yasalmalari bilan uchrashish fursati kundan kunga oshib o'tadi. Bu dorilarni qanday ishlatish, qanday saqlash va dori yasalmalarining aks ta'sirini bilishmi navbatda kishilar bilishga tegishli muhim masalalarning biri bo'lib qoldi. Bizning dorilarimiz ko'pincha hollarda asallarni qo'shimcha qilish badaliga bizning dori pishiqlash olib boramiz. Asalni qancha yil saqlasa, necha 10 yil, hatto necha 20-30 yil saqlasimi, bu asallarniki ta'mida yo purug'ida yo rangida yoki qitib oldigan yoki suyulib ketadigan ahvollar ko'rilmagan. Shunga bizning ajdodlarimiz tibobat dorilariga asalni eng muhim va qo'shimcha material qilib tanlagan. Shunga bizning asalda yasagan dorilarimiz odatda necha 10 yil saqlansimi, buningdan ansirashning hojati yo'q, buni xotirjam iste'mol qilsa bo'laveradi. Endi hozirgi tabletlik deymiz, kapsullik deymiz, bundaq dancha, chunji holatdagi dorilarniki saqlanish muddati qisqa. Odatda buni eng yuqori bo'lgan vaqtida 2 yil. Davlatmi buni 2 yil bizga uni saqlash muddat o'lchimini bermaydi. Endi biz bu oilalarda shu dori saqlaganda majunat dorilarning saqlash vaqtidan, ularning unumini o'tab ketishdan ansirmasakmi bo'ldi. Ammo cho'qim ig'izliq qachilarda, yem qachilarda saqlagan yaxshi. Endi hozir ma yaqindan bu yana suyuq dorilarni to'nglatquda saqlaydigan hozirgi zamonaviy narsalar chiqqandan keyin undan boshqa har xil dezinfeksiya ishkablarda saqlaydigan mundaq usullar bor. Ammo bizning dorilarni imkon bor shu ig'izliq qachilarda, qurg'oq joylarda saqlagan yaxshiroq. Bularmi shu suyuq dorilarni uzun saqlamagan. Buni imkon bor o'zga yetarlik elish kerak, iste'mol qilish kerak, uyda saqlamaslik kerak. Navbatda Avtonom rayonimizdagi sobiq davlatlik Sahiyya ministrligining Uyg'ur tibobat yasalma dorilari o'lchamiga kirgan dorilar 87 xil. Har qaysi Uyg'ur tibobatchilik doktorxonalari ishlab chiqarayotgan va munosabatli o'rinlarning tasdiqini olgan doktorxona dori yasalmalari necha 100 xildan oshadi. Ondaqda davlat tasdiq nomeridagi dorilar bilan doktorxona dori yasalmalari qanday farqlantiriladi? Davlat tasdiq nomerini olgan dorilar cho'qim shu mamlakatlik yemaklik dori boshqarish idorasining tasdiq nomerini ilish kerak. Olgandan keyin buningga tasdiq nomeri taqib turadi. Ondan keyin qonunliq shu dori ishlab chiqarish ijozatnomasi bo'lgan shu dori ishlab chiqarish shirkatlari ishlab chiqarsa bo'ldi. Endi bu doktorxonaningki yasalma dorilari deganimiz endi bunimi shu cho'qim shu
o'lka darajalikni yuqori, masalan, o'lka, optim rayon, mush bevos qarashli shahar deymiz. Mushundaq boshqa hukumat organlarining mush yemeklik to'g'ri boshqarish idoralari shu tasdiq nomerini elish kerak. Doktorxonaning ishini ishlatadi. Uni sirtqa ishlatishga bo'lmaydi uni. Bu bir farqi. Ikkinchi birisi bularning tasdiq nomeri qarab farqlantirgan bo'ldi. Masalan, davlat tasdiq nomeridagi dorilarningki davlatdan taqatgan, masalan, davlat dori tasdiq nomeri deb ondan shu keyinda 8 sonli arab raqam bo'ldi. Doktorxonaning yasalma dorilarningki tasdiq nomeri mushu yoki o'lka yoki optim rayonningki qisqartirilgan ismi, masalan, Xinjiang bo'lsa, Xin deb yozib ondan keyiniga ondan bir raqamdan bir harfdan birisi kelib, keyin 8 xil raqamdan birisi keladi. Üçüncüden endi bulan bozorga silish jihatda farqlandiramiz. Mushu davlat tasdiq nomerini olgan dorilarni endi bozorga silib setishga bo'ladi. Agarda mau doktorxona yasalma dorilarni tasdiq nomerini olgandan keyin buni faqat shu doktorxonaning ichida o'zininki mushu doktorning retseptiga asosan ondan ishlatishga bo'ladi. Buni sirtqa chiqib setishga yoki ishlatishga bo'lmaydi. Doğrulan kesellik davalaş ihtiyacı, klinikilik tecrübeden ötküzülüşü, her xil aks ta'sirleri üstüdeki tecrübe neticesi, münasebetlik orunlarının tasdiqi, işiltidigan orun yoki dairesi qatarlıqlarga asasen devlet tasdiq nomeridagi dora ve doktorxona içinde işiltidigan dora deb ikki turga ayrıladi. Devlet tasdiq nomerini olgan dori bilan mushu doktorxona yasalma dorilarning tasdiq nomerini farqlantirishda asosan mushu tasdiq nomeriga qaraymiz. Masalan, davlat dori tasdiq nomeri uning keyindan masalan Z keyindan mayada 65020012 degan nomer bor ekan. Men mushuni qarab turiblar, buningki endi Jungo tibobat dorisi ekanligini, buningki Z deganing Jungo tibobat dorisi vakillik qilgan 65 deganing Xinjiangning rayonning vakillik qilganini ko'rib olgan bo'ldi. Endi mau doktorxona yasalma dorilarga kelsak, doktorxona yasalma dorilarning ash qipida, sirt qipida yoki tushuntirilishida bir doktorxona yasalma dorining tasdiq nomeri bo'ldi. Tasdiq nomerining ustiga masalan o'lka yoki optim rayonninki bevos qarashlarni qisqartirilgan ismi, masalan, Xin deb yozilgan, Xinjiang, Xinjiao Zhiqi degan bo'lsa, mana shu Xinjiang doktorxona yasalma dorisi, uning keyinda menga M deb yozib qo'yib, M degan Minsuyo milliy tibobat doriga vakillik qildi. Uning keyingi 2005 yoki keyinda 26-36 degan mundaq sonliqlar, masalan 2005-2005-yil tasdiqlanganligini bildirdi. Hazır cemiyetimizden köplep bazarga selinayotgan sağlamlık yemekligi alayda sağlamlık rolini hazırlagan. Vitamin, mineral moddalarni to'liqlashni maqsad qilgan yemekliklar bo'lib, alayda kishilar to'piga ishlatishga mos kelgan. Organizmning iqtidorini tangshash xususiyatiga ega bo'lgan. Kasallik davolashni maqsad qilmaydigan ham odam teniga hech qanday jiddiy yoki osti xarakterlik ziyon zahmat yetkazmaydigan yemeklikdan iborat. Aniq aytganda, klinikada kasallik davolashga ishlatiladigan dori sog'lomlik uchun ishlatiladigan yemeklik bo'lib hisoblanadi. Bu ikkisi tubdan farqlanadi. Endi sog'lomlik yemeklik bilan dorini odatda biz bir 4 turga bo'lib farqlanamiz. Buning ichidan birisi mos kelgan kishilar to'piga, roliga, boshqa mahsulotning roliga, yana birisi iste'mol qilish miqdoriga, yana birisi bexatarligi jihat. 4 jihatni farqlantiramiz. Endi buniki endi mos kelgan kishilar to'pi desak, sog'lomlik yemeklik hamda alohida kishilar to'piga mos keladi. Lekin dori faqat kesel kishilarga mos keladi. Bu ikkisining mos kelgan kishilar to'pidagi farqlantirishi. Hamda roliga kelgan vaqtda hamda sog'lomlik yemeklik odatda alohida sog'lomlik roliga ega bu. Lekin dorichi kasal davolashga ishlatadi. Uning sog'lomlik yemekligiga o'xshash bunda alohida hamda sog'lomlik roli tashkil qilinmaydi. Endi bularni iste'mol miqdoriga kelsak, hamda iste'mol miqdoriga nisbatan hamda sog'lomlik yemekligiga odatda hamda talab bor.
Hem de doğru desiniz, doğru da çokum doktorun ko'rsatmasi bo'yicha ishiltish kerak degan talab bor. Shuning uchun bu yerda sog'lomlik yemaklik bilan doğrug'ini istayotganda doğru çokum doktorning doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ishlatsa bu to'g'ri bo'ladi. Hem sog'lomlik yemakligini odatda biz shu sog'lomlik yemaklikning ko'rsatmasi bo'yicha miqdorini ishlatsak bo'ladi. Uyghur doğurgerligining uzun yillik sansızlığın tekrar tecrübeler arkalık tedrici mükemmelleşip özüge xas doğurgerlik nazariyesi hem doğurgerlik texnikasini barlığı keltirdi. Doğrularning kelish manbasini hal qilish ham uni qo'g'dash asosidagi ekologiyalik tangpongliqni asrash birlashtirilgan doğurgerlik andisini yaratish bir qadar sistemlashdi. Yani Uyghur tibabetinki alayidligi, özallık alayidligi intayin eniq. Mesela onunki tesiri, işiltilişi, umumlaştırılışı, bulup mu bunun yasalma cihetteki alayidligi intayin eniq. Yani hazır mana devletimiz, Abdurrahmanimiz Uyghur tibabetligi, doğurgerligi yuqur derecede köngül bilbatıdı, meblağ acırtıbatıdı, doktorxonalarninki hazır ahvali bundan günden güne yaxşılanayotir. Endi bizim Uyghur doktorlarını tadqiq qilib, rayonimizda emas, shu ishkir rayonlarga yuzlantirish, ham shu bizningki ipak yo'ldagi davlatlarga yuzlantirish fursati keldi. Endi bu yerda diqqat qiladigan narsa nima degan vaqtda diqqat qiladigan narsa, endi hozirgi zamon ilg'or texnikasini qabul qilish bilan birga uning alayidligini yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Shuning uchun an'anaviy tibobatning alayidligi o dorilarninki hozir bundan keyin kelajakda saqlanib qilish keng xalq ommasini uni ishlatilishdagi asos. Shuni biz hozirgi zamon usulidan foydalanib Uyg'ur tibobatiningki shu alayidligini saqlab qolgan asosda dorilarni taraqqiy qildirib keng xalq omma uchun xizmat qildirishimiz kerak. Uyg'ur tibobat ilmining tarixiy uzun, doğurgerlik ve davalashga ait maxsus ilmiy miroslari mo'l bo'lgan qimmatlik yodikorlik. Uyg'ur tibobatchilik doğurgerligiga varislik qilish ham uni rivojlantirishda alohidlik bilan xoslikni saqlash asosidagi tadqiq qilish va yangilik yaratishni birlashtirganda Uyg'ur doğurgerligida texmo parlaq natijalarni qo'lga keltirgili bo'ladi. Qadrli do'stlar, bayqash programmamiz har bir sondagi o'ziga xos qimmati bilan bizga yangi mazmunlarni ato qiladi. Keyingi sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.